Yangihayot tumani Sputnik 16 Go'zal saroy domlariga kelganmiz akalar. Birinchi qavatimizda chiroyli kvartiramiz, 122 kvadratli kvartiramiz sotuvga chiqib qolgan. Bitta e'tibor qaratasizlar. G'ishli dom bo'ladi, 8 qavatli birinchi qavatida bo'ladi. Qani deski plashadkalari bor. Bu yerda o'tirib suhbat qilish imkoniyati bor. Zakritli dvor bo'ladi. Ma'lumotni o'tayotgan bo'lsam, shu ko'rib turgan hovlilarni tegib parkovka bo'ladi. Sotuvga chiqqan kvartiramiz shu bo'ladi. Endi sizlar bilan qisqacha ichkaridan obzorni davom ettiramiz. Bismillah deb kvartiraga kirib kelamiz. Qarang, studiyniy formatda avtorskiy dizayn asosida remont qilib qo'yilgan kattagina holga nazaringizda tushyapti. Mana televizorlari, qandalarga e'tibor berasiz, chiroyli holatda pardalari, bu yerda oshxonani joylab qo'yilgan, mebel texnikalari ham chiroyli holatda qo'yilgan. Bu yerda bitta общий sanuzulga nazaringizda tushyapti. Remontlari kattaligiga ham e'tibor qaratib ketasizlar. Bu tarafda kattagina mehmonlarni kutib olish uchun zal, remontlari yaxshi holatda turibdi. Bu yerda bitta ota-onalar yotoqxonasi, tashqari qaragan romlari bor, o'zini sanuzuli bilan birgalikda bo'ladi. E'tibor qaratasizlar, remontlari, abo'ylari chiroyli holatda joylashganligiga bitta e'tibor qaratasizlar. 127 kvadrat bo'ladi. Bu yerda bitta bolalar yotoqxonasi, ko'ryapsizlar. Bu yerda yana bitta ota-onalar yotoqxonasiga nazaringizda tushyapti. Chiroyli holatda bo'ldi. Sergeliga kelgan bo'ldik. 127 kvadrat startoviy 128 ming dollar baholaymiz. Albatta raqam qoladi. Kelib ko'rib talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Yon atrofiga bitta e'tibor qaratasizlar. Maktab, bog'cha, korzinka, supermarket, basseyn ham joylashgan ekan. Chiroyli holatda joylashgan kvartiraga keldik akalar. Shunaqa kvartiralarni o'tkazib olmaslik uchun kanalga obuna tugmasini bosib ketasizlar. Raqam qoladi. Kelib ko'rib talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar.